Assalomu alaykum. Hozir biz shuncha narsani raspakovka qilamiz. Qani ketdik. Bu tovarlarim Xitoydan keldi. Ancha kutdim, chunki klientda bu narsalari ham bor edi. Kelishga vaqtli kelgan 12 kunda, lekin pochta xodimlari telefon qilib aytib qo'yishmadi. Birinchi paketimizda shunaqa yaponskiy ip chiqdi, tilla rangidan. Keyingi paketimizni ochamiz. Shunaqa shikarni o'zi zakaz qilgan edim. Shunaqa katta o'zi taqqim keldi. Yaxshi, bunaqa razmerini katta kichik qilsa bo'lar ekan. Keyingi paketimizdan qora yaponskiy biset chiqdi. Manba klientimni kutgan narsalari, remishokka berishim kerak edi ularga, smartwatchlariga. Ancha kutdim shu narsani. Keyingisi kinseviklar. O'zi bilan bunaqa ichida zajimlari ham chiqdi. Kачествоsi a'lo darajada. Ip oq rangi. Bu safar bularni ko'p zakaz qildim. Nimagadir shu цепочка menga yoqib qoldi. Zakaz qilib yubordim. Yana ip yaponskiy. Keyingisida kumush rangli kinseviklar. Buni ham ichida zajimlari bor ekan. Kачествоsi a'lo darajada. Keyingi paketimizda shunaqa uzun rosa yoqib qoldi. O'zimga 15-razmerni zakaz qildim. Bunaqa o'rtada taqish uchun. Qaranglar qanaqa chiroyli turibdi. Добротный, og'irgina ekan, zo'r качествоda. Keyingi paketimizda bu o'zimga zakaz qildim smartwatchimga. Shu remishok yoqib qoldi menga, silikonoviy. 3D bunaqalari, risunaklari bor ekan. Bu safar o'zimni xatilkalarim ko'proq keldi. O'zimni yaxshi ko'rib shunaqa narsalar zakaz qilgan edim. Keyingi paketimizda va nihoyat ishimga tegishli narsa. Eng kerakli biser, qora oq rangi hadavoy. Keyingi paketikda esa uzu biyamani xatilkam, shu uzu yoqib qoldi. Og'irgina, качествоsi zo'r, rosa yoqdi menga. Keyingi paketimizda zastyoshkalar, rosa ko'p zakaz qildim, o'zi ham 40 ta. Eng kerakli narsa, keyingisida kinseviklar, bu ham juda kerakli narsa brasletlarimga va kumush rangli zastyoshka. Bu braslet ham yoqib qoldi. Ana gulli uzugimga komplekt qilib shu brasletga oldim keldi. Qaranglar, bu ham качествоsi zo'r, a'lo darajada keldi. Nechta paketik ochdik, qani topinglar. Birinchi topgan odamga 10% chegirma beraman.